أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد. Bugünkü dersimizin teması Er-Ruculatu fil İslam. Er-Rucula erkeklik, oğulluluk, merdanilik, gangunluk demek. İslam'daki erkeklik, ahlakı demek. La'alla min ehemmil furuq allati tumayyizul muslimina fi awwal amrihim. Müslümanların dastlabki ahvolida ularni ayirib turadigan muhim farqlarning birisi avval amrihim degan dastlabki davrda ve fecr hayatihim ularning hayotining subhisida, ya'ni boshlang'uchida demakchi, ya'ni sahoba kiramlarning davrida demakchi, asr saodatni ko'rsatadi. Anil muslimin al-yawm, bugungi musulmonlardan ilgirki asr saodatni yashagan musulmonlarni ayirib turadigan muhim farqlarning birisi balki deydi, la'alla degan balki mush bo'lishi mumkin deydi. Xuluqur rujula, erkeklik axloqi, o'g'illik axloqi bo'lishi mumkin. فقد غني العصر الأول بمن كانوا هامة الشرف وغرة المجد وعنوان الرجولة. فهمشده çünkü dastlabki davr aşında bir isli kişiler bilan naati bay bo'lgan deydi. Yani naat mo'ldi bu kişiler. G'aniya degan g'ani bo'ldi demak. Biman kanu hammat ash-sharaf. Hamma degan beshi cho'qsi degan. Yani bazı şeytanning bir turgumi deydi. وَيُذِكَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَهَامًّا وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. Lakin ma o hâmme, hâme, müşedded olması gerek. Hâme diyen bu beşi, çoğusu. Yani şerefninki en yukarı çoğusu boğan kişiler bilen bay olup ketken, mul olup ketken bu davr. Ve gurratel mecdi, uluğlukninki hucileri deyimiz. Gurra bu atının kaşkısındaydı. Çekisiki aqlıqındaydı. Lekin aşında her narsanın gültacısı, şunda bir isimlerini demek için. Aslı bu aqlıq. Uluğluqning aşı nurana gültacıları boğan yigit erkekler bilan liq to'lgan deydi. Ve unvanar rujula, erkeklikning nishoni so'g'an, iznasi so'g'an, belgisi so'g'an erkeklik bilan liq to'lgan shu davr deydi. Unvan degan unvani, izi, belgisi degan ma'no. تتجلى هذه الرجولة في محمد صلى الله عليه وسلم. مش erkeklik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de namayan boldu dedi. Şunu görüldü. Şu erkeklikni ügetken aşı zatta namayan boldu, görüldü dedi. Eniq görüldü. O'ttirib chiqdi. İz yaqulu qachon desa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushunda bir ig'ir kunlarga duch kelib qalgan chaqda Mekke müşriklari va Abu Taliblar ba'zi taklifni bergan chaqda o'zining mavqesidan qat'i tavranmay mushunda degan vaqtida erkeklik axloqi aniq namoyon bo'ldi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedikin: "Vallahi law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra hatta yuzhirahu Allah aw ahlika fihi ma taraktuhu." Uhlakat ismidan to'g'ri chiqdi. Allah bilan qasam, navada lav yana, lav harfimtina alimtina dedi. Unda o qo'ymaydan qo'yolmaydi o mushriklar. Qo'lida emas unda qo'yash. Navada bu mubalag'ni. Navada ashunda quyoshni o'ng qo'lamga, oyni so'l qo'lamga qo'yib pasimo, ala an atruka hadal amra, mushu ishni, ya'ni islom dinini yetkazishdan iborat mushu ulug' ishni tashlab qo'yash sharti bilan dedi. Ala an degan mushada shartni bildir. Sharti bilan oy bilan kunni qo'lamga qo'yib bermoqchi bo'lsa, hatta yudhiralloh, Alloh taolo uni hukmron qilgan qadar mushni tashlayotgan deb shart qilib qolsa, yoki uni tashlamay ash yo'lda men o'lib ketadigan bo'lib qolsam, ma taraktuhu. Ya'ni ikkining birini tanlash qo'yib berib, agar men bu ishni yarim yo'lda tashlab qo'yadigan bo'lsam, shunda menga mol dunyoni beradigan bo'lib qolsam, hergiz men tashlamagan bo'ladi. Bu diyamma şu İslam dininin teşvikatını demek. El-amr yani. Yuzhira emr el-islam demek. Yuzhir diyen hükümran kılış,
Aşkar oldu degan, yani hükümran oldu degan ma'noda chiqadi. Suratul Fath'da bor. Bilhuda ve dinil haqqi liyudhhirahu ala'd-din kullih velau karihal mushrikun. Şimdi dinlarning ustidan g'alaba qilib hukmron qilgan qadar degan. Ve azharahullohu alayhi. Demak bu g'alaba qilish, yengib hukmron bo'lish degan ma'noda azhara. İslamiyat dastlabki bosqichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan billa iymon etgan ashabi bo'ldi. Shu chog'da Rasululloh tag'isi Abu Talibning himoyasi ostida qo'dab janimda igi chiqib mushriklar buzib ketmaydi, shunday holat. Og'rib qolgan chog'da Abu Talib mushriklar sal boshqa turib, hozir biz buni chiqlanmadik. Abu Talib qo'dab turganlik uchun. Abu Talib pokidib qolsa, biz chiqilib qolsak Arablar bizni ayıplaydı. Abu Talib başaqda tigenmegen bununla. Abu Talib ölüp ketkenlikle bozuk etti. Dep Arablar bizni ayıplap qalıdı. Şun hazır berip bu Muhammed'nin iş doğruluk biz bir taraf qılıp aldı bunu. Şayet vaqtida. Dep Abu Talib kesil etken çağda degen. Ma cihanının işini bir taraf qılıdılar. Bunu gep qil. Ya biz azavrup koyduk emmez ya bu yaxşı olmaydı iken muşun bir yaltaşsan degan eken Abu Talib'in Resulullah'ın da bunu tutup bakkaç çağırtıp cihanim sen muş işini bir bulduk qilgan bolsan qanda telefon olsa mağlu urundaydı iken bunu qilgan çağda Resulullah muş sözünü degenden ken ondan Abu Talib'im sen mi çıng turib oldun bu da bu azavurma da num qalsa memmo quvdiyamay qilishi mumkin bularni bunda murassa qilib kepti Hazır zadı unumayman deb çoğun tutsam ama qo'llanmay qilishim mumkin deganki Rasululloh yig'lagan. Tashi rivoyatda istabara deb kelgan. Ya'ni abar degani biz yashdiq-ku, Rasululloh yashdikan. Yashdikab uni gap qilmay Abu Talibning qashdan ketgandan keyin Abu Talib qayta chaqirib, "Xotirjam bo'l, tashviqotini qilva. Men hayot bilan bo'lganman, hech kim chaqlanmaydi" degan. Mushtoqliq bir she'r o'qigan. Mashhur she'rlarning birisi. Rasululloh shu chaqda degan so'zini bak qiyin ahvolda qolgan, ikkinin biriga turmush bo'lmaydigan, shunday bir ahvolda degan. Shu mana o'g'il bolalik maydoni kama tatajalla fi a'malihi fi adwar hayati. Uningdan boshqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun hayotidagi necha bosqichlarning ichidagi ishlarda shu o'g'il bolalik, erkaklik axloqi aniq namoyon bo'ladi, ko'rinib turdi. فحياته كلها سلسلة من مظاهر الرجولة الحقة. Çünkü onun hayatı hakiki erkeklik görünüşlerden boğan zincirden ibaret. Tutuşup ketken. Aqıdan boğan işlerin hemmisi de şu erkeklik alametleri görülüp durdu. Vel butulatul fadda. Yigana kahramanlık. Fadda diyen yigana. Bununla okşu yok. Salatul cema'a tafdulu salatul faddi bi 27 derece. Bunun hayatımız ibaret ise imanun la tuza'zi'uhu şedaid. Qiyin külpetla tevirtenmeydiğen şunda müstahkem iman. Tuza'zi'u diyen müdirilteş, lanışteş misin? Tevirteş diyen. Ve sabrun alel mekarih. Mekarih diyen insan yaktırmaydiğen aynı qiyin külpetla. Huffatul cennetu bil mekarih ve huffatul naru bil şehvat. Aşında insan yaman kurduğun qiyin külpetlerge çıdaş. Ve amelun daibun fi nusratil haq. Hakkı nusrat verişte, hakkını turguzuşta, yardım verişte toxtavsız iş faaliyet. Daib degan izchil, davomlashgan. Daim diyorlar. Ha. Daub deymiz go. Armay talmay, tinimsiz, toxtavsız işten ibaret deydi. İnneha da'bu men qablakum. Ha, kadab ali Firavun. Ve hiyamun bi maali al-umur. Maali degan üstün, yüksekleri. İşlarning en üstünleri, yüksekleriga qarata teşnalık. Hem aşıklık desek mi buldu? Teşnalık ve aşıklık. Aslında bu hiyan degan qattiq ustab ketgan, isi qanmaydigan tugilerdeki bir ahval. Feşaribuna şurbel him. Su isse onun qanmay yani şunda içey deb turdigan bir kasallik deyiladi tugida. Bundan onun başqa aşında teşnalıkka yoki aşıklıkka işletadi. Cho'nqur muhabbat degan bo'ldi. Demak, aşında ishlarning eng yuqorisi, eng ustun kattalariga qarata teşnalık, amraqlik
Ve taraffu'un an safsafiha ve işlerinin çakınları, tayin yoklardan, çüpeylerden özünü üstün tutuş, özünü icrak tutuş. Hadiste innallaha yuhibbu ma'aliyel umur ve yekrahu safsafaha debkeyin. Hatta iza qabadahullahu ileyhi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı aşında davamlaştı. Tınmay hakkına tikleşte bütün küçün çıkardı. Esil işlerini yaktıdı ve çakına tayin yok işlerini yaktırma özünü tattı. Ahire Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı ahirleşip Allah Teala öz dergahı ilip ketkendiğin keyin lem yetruk serveten kema yef'alu zevus sultan. Hukuk ilgileri, hakimler, padişahlar kıygandak baylık kaldırıp ketmegen. Ve lem yahluf a'radan zaileten kema yukhalliful muluk vel umara. Padişahlar, emirler, begler kaldırıp ketkendak dünyada boz bulaplam yo'qab ketadigan bunda mal matlarni qoldirib ketmagan. Zaila degan yo'qab ketadigan, zavolliq o'zlindigan mal matlarni qoldirmagan. İnnema khallafa mabadi'a khalidatan alad-dahr. Amaliyotda qoldirib ketgani nimitda bütün zaman bo'yi mengu qolib qoladigan prinsiplarni qoldirib ketdi. Isil axloqini qoldirib ketdi. Kama khallafa rijalan yar'aunaha va yanshurunaha. Shundaqla ash prinsiplarni tarvish qildigan va taqtilgan erkak o'g'il bolalarni qoldirib ketdi. Va yujahiduna bi amwalihim va anfusihim min ajliha. Ash prinsiplar yo'lida shu prinsiplarni tiklash uchun jini va mili bilan jihad qildigan erlarni qoldirib ketdi. Va tarixus sahabati va man ba'dahum mamlu'un bi amsilatir rujula. Sahabelarning tarixi va undan keyingilarning tarixi, ya'ni tabi'in va tabi'at tabi'in, bularning tarixi erkaklik misollari bilan to'lib ketgan. Fa aqwa mizat Umar annahu kana rajulan la yura'i fil haqqi kabiran. Masalan alayliq fahmishadi misol. Masalan Umar radhiyallohu anhuning eng kuchli alayliklarining birisi u ashna erkak o'g'il edi. La yura'i fil haqqi kabira. Haqni ijro qilishda ma cho'nroq odamga yomoni yuzvakin u bu deb unda ra'y qilmaydi. Yuz xotir qilmaydi. Va la yumali aziman aw amira. Yoki bir cho'ng odamni, yoki bir katvash, yoki bir amir, beg. Bunda kishi bo'lib qolsa, uningga yuz xotir qilib, boshqacha muomala qilmaydi. Yumali degan yusa'i degan ma'noda. Mayli olmaydi. Yo'q, mala yumali. Yani yuavin demakchi. Alloh hamkorlashib, uningga Alloh bir muomala qilib undaq ketmaydi. Yaqulu fi ihda khutabihi nutqlarning birisida mundaq degan: "Ya ayyuhan nas, ikhlayiq, innahu wallahi ma fiikum ahadun aqwa indi min ad-da'if hatta akhudha al-haqqa lahu." Alloh bilan qasamki, sizlarning oranglarda mening nazarimda, mening oldimda hech kim ojiz kishidan bakrak kuchli turadigan odam yo'q dedi. Qandig'i bo'lsa, men uningga ojizga haqqini apiraman. Wala ad'afu indi min al-qawi hatta akhudha al-haqqa minhu. Kuchlikdan ojiz turadigan odam yo'q dedi. Ash kuchlikdan ash ojizga haqqini apiraman. Yani ojiz olsun, kuchlik olsun, mening oldimda barobar. Ojizning haqqi topgan bo'lsa, kuchlikni apiraman. Wa yantiqu bil jumali fi wasf ar-rujulati. Erkaklikni sifatlashda esil gaplarni qiladi. Fatajri majral amsal. Shunda bir isil ibaralarini desilam Umarning so'zi maqol tamsilga aylanib ketadi. Masalan, ka'an yaqula yu'jibunu ar-rajulu idha sima khuttata daymin an yaqula la bimil'i fihi. Masalan, bunda aytgan. Sima degan azob uqubatga duchor qilinsa degandek. Yasumunakum su'al azab. Endi tetsa duchor qilsa degan ma'noda. Ya'ni sima duchor qilinsa, bir kishi duchor qilinsa de. Xuttata daymin. Daym degan bu zulm. Xutta degan bir ish yoki bir plan degandek, ha? Ish desak bakrak tushadi. Zulm ishidan birasiga duchor qilinib qolgan bir kishi yo'q deyalsa, menga bak yarab ketadi. Nimaga gaplaydi? Yo'q, men zulm qilishga rozi emas. Nimishga zulm qilding deb bunda o'g'ildik. Zulmni qarshi turish. Ha, zulmni qarshi turishda yo'q deb majlisga kirib chiqadigan kishi menga yaraydi dedi. Zulmga sukutda, zulmga yordam etmoqda. Bimil fi degan kishining yetishishi, yani og'zida to'lgan holatda
Jalli qalatda yo'q deb deyalsa, menga yaraydi bu kishi deb. Ham zulm qilinsa, gap bo'yni egib, qar holat tutilsa, bu akillikka to'g'ri kelmaydi deb. Shu endi sema xuttatu dayman degan so'z mushunlar maqol tamsil bo'lib ketgan deydi. Shu maqol tamsilda ba'zi chiqib qolishi mumkin. Sema xuttatu dayman deb. Buni shunda tushunolmasangiz yo'da, keyin ondan bir yoz uchrab qolsa bu Abjad Davvazil Qoida Bag'dadiyaning gapi o'xshaydi deb tushunolmaydi ketganga. Sema xuttatu dayman maqol tamsil bo'lib ketgan so'z. ويدع البرامج لتعليم الرجولة فيقول yana erkeklikni mush erkeklik axloqini yetildirish o'g'itish uchun program laylagan. Program laylab bunda degan deydi. Allimu awladakum al-awma war-rimaya. Sizlar avlodlaringizga suv uzishni, o'q etishni o'rgatinglar. Va muruhum ularni buyuringlar yana fal yathibu alal khayli wasba. Atqa gachcha sakrab chiqsin. Bir adam yo'lab, uzangiga sitib, bunda qilishmay, atqa shunda kelib, dikka sakrab chiqa oladigan bo'lsin. Va rawuhum ma yajmulu min ash-sha'r. She'rlardan chiroyli bo'lganlarini ularga o'qib beringlar, rivoyat qilib beringlar. Demak, bu shunda tarbiyalanilmoqchi. Yana bir unda Hazrat Umar dedi: "Allimu awladakum lamiyatal arab." Lamiyatal arab degan bir qasidaning ismi, Shamfariyning. Shuni bolalarga o'qitinglar. Lamiyatul arabdimi? Erkeklik o'g'illikni nima deydi? Shuni ko'raydi. Jahiliyatmi? Ha, jahiliyatning saliklaridan birisi. Qabilasi qo'lib o'tgan, o'zi cho'l bayavallida yavoyi yirtqichlar bilan birga yashaydigan salik. Lekin bu shunda erkek o'g'illik bilan yashagan. Ham shuning qasidasida madilgan. Shu eng mashhur qasidalarning birisi. Ya'ni u bolalarni aşında uğavulluq tərbiyələnlər, bunda xinimicəz, mülayim ulaqamısun, dət, lamiyatul arabna nılqiyyə. Əqimu bəni ummi sudura matqiyikumu, fə inni ilə qavmin sivakum ləəmyəlu deyən. O, bək məşhur əmnayət isil şeir. Demək, bu şeir nılqiysə, aşında ərkeklik, uğavulluqun ügündü, ədəb ügündü, əxlaq ügündü. Və yədəul xıtata li təmrinil vulati ala rucula. Yani tehe valilarni, amaldarlarni erkeklikka chiniqtirish uchun planlarni tuzgan dedi. Xitat degan xuttaninki yoki xittaninki ko'pligi. Xitat. Jam'ul xitta. Fayaktubu ilayhim shunlar ularga bunday farmon yozib ketgan. Ij'alun nasa fil haqq sawa. Kishilarni haq da'vo dastur bu ishlarda tang barobar qilib muomala qilinglar. Qaribahum kaba'idihim. Ularning yaqinlarini jiroqlariga o'xshash ko'ranglar. Va ba'idihim ka qaribihim. Jiroqlarni yaqinlariga o'xshash ko'ranglar. Iyyakum war-rasha. Hargizmi pariyab qolmanglar. Rasha degan para. La'nallohu ar-rashi wal murtashi war-ra'isha baynahuma. Rasha degan para. Rashi degan qarabag'ichi. Wal murtashi para ag'uchi. War-ra'ish baynahuma o'tirda dallallik qiladi. Mana parasini başlamaydi. Ya masalan, başlıqqa sili chirib, parvasini silda olmaydi. Atugin deb qo'ydi yoki chiqib qo'ydi. Lekin o'zining aslida o'tirdi juriga ishonlik adam bor, u sizdan ko'rishib, sizdan elib bunda bediklar bor shu. Ham bunday holda o'zining haqqini elish uchun majbur bo'lib qolsa, olimlar gunoh ko'tarilib ketadi deb qaraydi. İyyakum yani hergiz yakın kelib qolmanglar deng. İyyakum. Qat'iy qilsanmanglar. İyyakum var-rasha wal hukma bil hawa. Hergizmi para berib qolmanglar, para olib qolmanglar. Yadamda var-rasha degani yo'da valiyliga deb tapilayotgan gap bo'lsa, para yapsanmanglar demoqchi. Wal hukma bil hawa. O'zingning ko'ngil xohishi bo'yicha hukm qilsanmanglar. Hawa degan havoyi havas. Nima uchun havo deb atalgan? Chunki angga uchib ketishdan kelgan. Havo yahvi. Ha. Shundan do'lab chiqib ketishdan kelgan. Shu havo havasga ergashsangiz, unda sizlarda angga tushiradi degan gap. Va an ta'khudun nas 'inda al-ghadab. Achchig'ini kelgan chaqda, g'azablangan chaqda kishilarni ortiq jazolatib, tutib, so'lab qo'ydigan bunda ishni qilsanmanglar demoqchi. Ya'ni amaldorlarga, valilarga tapilatdi, jikilar. ويعلمهم كيف يسوسون الناس ويربونهم على الرجولة
Yana vali amaldorlarga xaloyiqni qanday siyosat bilan boshqarish va ularni erkaklik axloqi bilan tarbiyalashni o'rgatadi dedi. Yasusuna. Sasa yasusu. Muhammad Abduh debkengo la'anallohu fi'la sasa yasusu va mashtuqqa min zalik. Siyosat qildi, siyosat qildi va shundan turinib chiqqan hamma fe'lga Alloh taolo la'nat qilsin. Ya'ni siyosiy siyosatchi, bu siyosat deganni hamga Alloh taolo la'nat qilsin. Haram degib chiqmadi siyosat. Siyosat degan shunda axloq rioya qilmaydigan, rezillik bilan to'shab ketgan bo'g'achqa. Fayaqulu ala la tadribul muslimina fatudilluhum. Diqqat. Aya musulmonlarni urmanglar. Urgandan keyin ular xarolab qoldi. Urib xarlamanglar demak. Fatudilluhum. Urgandan keyin nima bo'ldi? Fatudilluhum. Yani sizlar ularni xar qilasizlar. Usan. ولا تجمروهم فتفتنوهم تقتنوا ده كما يدو شيخ لا تأخذوا العلم من صحفي العلم في الرأس لا في الكراس تفتنوهم degan ularni fitna hisob qo'yisizlar, ya'ni ularni bir chataq ishni qilib soldigan holatga yetkazib qo'yisizlar demoqchi. Jammara degan qo'shin va urushdi, ha? Lashkarlar urushgan ekan, ish tugab ya juda qaytadigan bo'lsa-mu, qaytqizmay aşağıda baka saqlab tug'izishni tujammir deymiz. Ya'ni lashkarlarni jang maydonidan uyga qaytqizmay aşağıda tutib turish degan. Bunday aholi qanday bo'ldi? Shu fitna baza chiqdi. Mushlat ekanmiz bu yerda. Urush tugamadimi? Balchaqlarimizni ko'ymamdoq berib, bizning ishlarimiz va anam kasaldi deb bu yerdan to'plan qo'zg'ildi, birisi bo'lsa urushib qoldi, chadaq chiqdi demoqchi. Ya'ni tujammir degan so'z habsul jayshi fi magazihim va la yarji'un dun ar-ruju' va la tamna'uhum huquqahum. Ularning haqlarini bermay turmanglar. Haqlarini beringlar. Fatufqiruhum. Yani haqlarini bermay turasanglar, ularni fakir qilib qo'ysizlar. Yani maoshini bermay, uning mukofotini bermay, o'zi nasibasini bermay turasanglar, uni namrat qilib qo'ysizlar. Asli bu asarning rivoyatida fatukaffiruhum deb kelgan. Ya'ni ularni qiyin ahvolda qo'yib, sizlar kufrga tashlab qo'yisizlar deb bo'ldi. Chunki ularning haqqi berilmay qolgan ahvolda ba'zi murtad bo'lib ketishi mumkin degan gap. Shu chaqdiki ham arablarning yangi musulmon bo'lgan musholat qilgan gapi. Murtad bo'lib ketishi mumkin. ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. Hozir bu islom lashkarlari haqida deyilayotgan so'z. Shu islom lashkarlarini daraxtzorlikqa tushirmanglar. G'iyod degan g'aydaning ko'pligi. Ya'ni buk baraqsin daraxtzorlik demakchi. Nima uchun zayolik dedi? Ya'ni daraxtzorlik tushirib, uni zayo qilyotmanglar degani, daraxtzorlik bo'lganiki hammasi bu daraxtning qishqa tarilib, chechilib, aramaldan geçsin ama aniken bu uçakdan da düşman çok hücum qilsa, bunlar qirilib tugab ketadi. Min ajli hada kullih juqurqala hammasi uchun kana hada al-asr mazharan lirrujulati fi jami' nawahi al-hayah. Juqurqi biz tilga olib o'tgandek ashunda tarbiyalash, ashunda bir erkaklik mavqalari bo'lg'achqa şu asr, yani asr saadet hayatninki hamma sohalarda, hamma maydonlarda erkaklikning bir alomati bo'lg'anti deydi. Taqra'u tarixal muslimina fi sadri hayatihim. Sen musulmonlarning dastlabki davrdagi tarixini o'qisang, qanday bo'ldi? Fayammauka raw'a. Fayz go'zallik seni qoplab ketadi deydi. Ashunda fayzlik, go'zallik qoplab yo ajab yashab ketgan mavl deb sağdak darajada ashunda tuyg'uga to'lisan deydi. Ra'ya degan go'zal dedi-ku. Raw'a, go'zallik ashunda islik qoplab ketadi seni. Va ta'jabu kayfa kana haula'il badu. Ash badaviy xalqlar qanday yashagan bo'libdi? Ajab yashab ketgan deb hayron qolasan. Va hum lam yatakharraju fi madaris ilmiyatin. Chunki ular ilm ma'rifat buloqlari bo'lgan maktablarda, madrasalarda o'qib, madras bitgan bir ahvol yo'q. Va lam yatalaqaw nazariyatin siyasiyatan. Yoki siyosiy nazariyalarni iqtisod va siyosat fakultetlarida o'qib,
öğrengen ahval yok. Hukkaman ve qadatan li khirriji al-ilm ve validi as-siyasa. Falan fakültesine tutugen dese khirriji kulliyet kadar deymiz. Aşo bedeviler mektep turib bakmay, mektep yüzü kirib bakmay, ilim tutugenler ve siyaset işide üst bitilgenlerge hakim bo'lgan va rahbar qo'mondan bo'lgan. İnnema samat bihim ar-rujulatullati bassaha fihim dinuhum va ulamauhum. Amaliyotda ularni, shu erkak o'g'illarni ularning dini va kattalari, ustozlari ularda tergan va taqatgan shu erkaklik xislati ularning martabasini endi ko'tarib o'tgandir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun etrafındaki sahabeler aşularını terbiyeleyen. Erkeklik ahlakını sağın aşulagan. Aşı erkeklik ahlakı onların mertebesini ahında yukarı götürüyorken. Yani mektep tutmay turup nurgun mektep tuttuğun ilim marifetlik kişilerge hükümran buldu ve aşulağı kumandan buldu. وَهِيَ الَّتِي جَعَلَتْهُمْ يَفُوقُونَ أَرْقَ الْأُمَمِ مَدَنِيَّةً وَأَعْظَمَهَا حَضَارَةً. Aşı sıfat, aşı ahlak, yani erkeklik, uğavlılık, aşı ahlakı, ularını hazaratta en uluq, medeniyette mi en terakki olan milletlerden üstün kılvettir. Hadarayla medeniyet İkisi de okşaş. Bazıları ayrıydı, bazıları ayrılmaydı. Ona şu fikir sahası dikildi mi, her ihtilaflı bakın. ثُمَّ هُمْ لَا يَفْتَحُونَ فَتْحًا حَرْبِيًّا يعتمد على القوة البدنية وكفاءة. ينتخب الله دسلتك أسر سعادتك أول الله harbiy jihatdan bira joyni fath qilib qolsa, bu badan quvvatiga tayanib bilan fath qilmaydi uni. Jismoniy kuch bilan fath qilgan ahvol yo'q. Innama yaftahuna fathan madaniyan idariyan munazzama. Amaliyotda u joylarni madaniyat jihatdan, ma'muriy jihatdan, idariyan degan ma'muriy deymiz. Va noati retkisagan holatda madaniy bir shaklda fath qilindi. Yuallimuna bihi darisal adl kayfa yakunul adl. Aşı sahalada qilgan futuhatlari orqali adolat, qonun degan narsani o'qib, musad ixtisoslik bo'lganlarga adolat degan qanday bo'ldi, buni o'tib qo'ydi deydi. Va yuallimuna ulama al-idarati kayfa takunul idara. İdara qilish, boshqarish olimlarga boshqarish degan qanday bo'lganligini ular o'tib qo'ydi. ويلقون بعملهم درسا على العالم أن قوة الخلق فوق مظاهر العلم. Yana özlerinin şerkte arqılıq bütün dünyaya ders verdi dedi. Qanday ders verdi? Ahlakның küçü ilim görünüşlerden üstün turdu. İlimning bilimlik, unda medeniyetlik degan munda sıfatlardan üstün turdu da ders verdi. وقوة الاعتقاد في الحق فوق النظريات الفلسفية. Hakka aqida qilish kuchi deylar. Hakka aqida qilish quvvati kuchi falsafaviy nazariyalardan ustun deb dasirdi. Vel mazahib al-ilmiya va ilmiy iqimlar, ideologiyalar. Mazahib al-ilmiya degani shu, mesela vujudiyya falsafiy mazhablardek, materializm, o'ch-bo'ch va kaza degandek narsa. وأن الأمم لا تقاس بفلاسفتها بمقدار ما تقاس برجولتها. Ümmetlerin kandalıkı felsefeleri bilen ölçülmeydi, bahalanmaydı. Lakin aş ümmetinin erkeklik bilen ölçülündü. Vallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.